Voy, mazza qilib dam olishga nima aytsam. Barchaga salom bolalar. Mana ko'rishingiz mumkin. Mazza qilib kompyuter o'ynab o'tiribman. Mani ismim Kompot va men yangi video roligimga xush kelibsizlar. Tushunmadim bolalar. Nimani ovoz eshitilyapti? G'alati bolalar. Menimcha menga eshitilyapti, menimcha bolalar. Qayerdandir tushunmadim. Bolalar yo'q. Menga real eshitilyapti bolalar. Voy bolalar, bu qanaqadir katta nimadir quladimi deyman bizni qishloqqa. Voy, yoki meteorit asteroidmi bolalar? Voy, bunker qilib olmabman. Ovozi jim bo'ldi menimcha, tinchidi. Bolalar bir tashqariga chiqib ko'rishim kerak menimcha. Mayli, nima bo'lganda ham xo'p tashqariga chiqib ko'raylik-chi xo'p. Bolalar, menimcha uy, mana bu yerda samolyot. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kompot, sendami? Sen meni qutqarganding. Shuning uchun kelgandim. Uy, esimda siz bir safar anavi samolyotni qulatib o'rgandingiz, esimda o'sha video ham chiqargandim. O'sha payt sen meni hayotim saqlab qo'yganding. Shu sababdan senga sovg'a va senga minnatdorchiligimni bildirgani keldim. Rostdan, yo'q, shuncha yerdan keldingizmi? Tembolli samolyot bilan, undan ko'ra taksi yoki mashina bilan kelganingiz yaxshi edi. Albatta samolyot bilan kelganim muhimda. Sana mayli. Nima bo'lganda ham mayli, senga katta rahmat va sen meni hayotimni saqlab qolding va sen juda ham ko'p yaxshiliklar qilganingni bilaman, Kompot. Mayli. Bu yaxshiliklar faqat odamlarning sog'ligi uchun-da. Men hech qachon narsa so'ramaganman yaxshiligim uchun. Shu sababdan sen shunchalik zo'r bolaliging sabab men senga sovg'a olib kelganman. Sovg'ani ko'rishni xohlaysanmi? Albatta sovg'ani ko'rishni xohlayman. Nima uchun yo'q? Senga mana bu orqamdagi kattagina olmosdan yasalgan samolyotni sovg'a qilmoqchiman. Rostdanmi siz aldayapsiz-a? Hozir meni aldayapsiz-a? Siz men bilan bunaqa hazillashmang lekin. Yo'q, men umuman hazillashganim yo'q. Albatta to'g'ri eshitding. Sen mana shu orqadagi katta samolyotni olishing mumkin. Voy, men umuman tushunmadim. Siz aldayapsiz-a? Yo'q, men aldaganim yo'q. Nimaga aldayman? Men to'g'risini aytyapman. Voy, men hayronman. Menga shunchalik katta samolyot bo'lsa-ya. Bolalar, obunachilar buni qaranglar, shunchalik katta samolyotni. Bu ichkarida yana nimadirlar bor ekan bolalar. To'xtanglar. Albatta, mayli, men ketdim. Sovg'angdan maza qilib dam olishib yoki maza qilib foydalanishim mumkin. Mayli. Katta rahmat bo'lmasa sizga. Men bularni umuman kutmagandim. Mayli. Sovg'ang bilan maza qilib dam ol. Tushundingmi? Xo'p, mayli. Sizga katta rahmat, janob uchuvchi. Albatta, men ketishim kerak. Ishlarim ham bor edi. Kompot, senga katta rahmat. Yana bir bor meni hayotimni saqlab qolganing uchun. Voy, mayli. Bu hech qisi yo'q edi, menga hech nima kerak emas edi. Hayotingizni shundoq ham saqlab olishim kerak-ku, to'g'rimi? Mayli. Sen baribir ham saqlab qolding. Qolgan qishloqlarga qaraganda, qolgan qishloqlar hech nima qilmaganda esingda bo'lsa. To'g'ri aytasiz, lekin mayli. Bola bunachilar mana ketib qoldi bizni nima desam bo'ladi, uchuvchimiz. Lekin bola hozir mana shu juda ham katta samolyotni menga tashab ketdi bolalarni. Endi buni qanday uchiraman bilmadim-u bolalar. Vobshe juda ham zo'r, chiroyliligini qaranglar. Men vobshe xursandman bola. Voy, bola hozir qani bir ichkariga kirib, mana bu yuqoridan bularni ko'rsak juda ham ajoyib bo'ladi. Juda ham ajoyib ko'rinadi. Buni qaranglar. Xo'p, menimcha mana bu qanotiga chiqib olsam, yanada yaxshiroq ko'rsam kerak bola. Buni qaranglar, bu samolyotning ko'rinishini juda ham zo'r. Xo'p, yaxshi. Mana chiqib oldim bola. Xo'p, ichkarisida nima bor? Tushunmadim, mashinami? Voy, tushunmadim. Samolyotning ichida mashina bor ekan bola. Tez buni tekshirib ko'rish kerak. Samolyotning ichidagi mashina ham menga bo'lsa, menimcha nima desam bo'ladi, men mashinaning ichidagi barcha narsalar, men bu samolyotning ichidagi barcha narsalar menimcha menga bo'lsa kerak. Voy, nimaga chiqa olmayapman? To'xtanglar, mana bu yerdan blok olib, mana shunday qilib chiqsak bo'ladi. Bu yerda hech bo'lmaganda zira qo'yib mayli, hech qisi yo'q. Voy, men qaranglar, boru eng zo'rligini vashsha hayronman. Boru bu vashsha ishonmagandim, men kutmagandim ichidan bunaqa narsalar chiqadi deb. Voy, men qaranglar, bu yerdan sandiqlar va voy, vashsha bu olmosdan yasalgan samolyotning ichida olmoslar bor. Olmosdan yasalgan o'rindiqlar bor. O'rindiqga bemalol o'tirib maza qilib dam olishimiz mumkin. Va bola yana nima bor deydiganlar bo'lsa, bola va mana olmoslarning o'zi bor yerning ostida. Ya'ni mana bu gilamlarning ustida olmoslarning o'zi bor va mana orqaga mashinaning orqasiga olmosdan yasalgan bronyalar bor ekan bola. Ya'ni himoya qiladigan narsalar bor ekan bola. Men vashsha hayronman bola. Juda ham men kutmagandim. Bor tez bularni
barchasini olib kiyib ko'rishimiz kerak oppa. Yaxshi buni kiyamiz, oppa. Buni kiyamiz va buni ham mana shunday kiyamiz. Menimcha ajoyib ko'rinadi. Men buni olish esdan chiqibdi. O bolalar, buni qaranglar, qanday ko'rinyapman? Yarashdimi bolalar? Shuni tez kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p, buni kiyib ko'rsam ekan. Ya bu bo'lmaydi bola, bu oddiy kiyim ekan menimcha. Bu pijama choqi bolalar. Albatta bu pijama ekan. Mayli, buni biz keyinroq kiyamiz. Voy bola, vashya, bu sandiqda ichida nima bor ekan bola? Bu olmosdan yasalgan sandiq ham bor ekan. Ajoyib, men juda ham hayronman. Bu samolyotni boshqarib bo'lmas ekan, lekin buni ichida juda ham ko'p narsalar bor ekan. Qani xo'p, ichkaring qarab ko'raylik-chi. Voy bola, buni qaranglar, vashya. Ko'zimga ishonmayapman. Menimcha men tush ko'ryapman bola. Xo'p, mana hozir kimdir eshigimni taqillatib qushloqqa uyg'otib ketsa kerak. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Axir bu to'g'ri-ku. Men bunchalik juda ham katta sovg'a olmaganman. Eng katta sovg'am bu, nima desam bo'ladi, merdan 32 ta zumrad bo'lgan bola. 32 ta zumrad. 32 ta zumradga bo'qam bermaydi bola, lekin nima bo'lganda ham bola, buni qaranglar. Voy bola, bu nima sidinkalar bor ekan, samolyot ham bor ekan. Bu nimadir ekan bola? Diamond cutter. Menimcha bola bu nima desa bo'ladi? Men bu olmoslarni kesadi bola. Voy, vashya. Bu olmos kesadigan ekan bola, vashya. Mayli. Men qilig'imga yetib bermaysizlar, boya o'tirib. Mayli. Nima bo'lganda ham xo'p. Qani xo'p, sandiqda ichida va mana bu sidinkalarni va mana bularni ham olishimiz kerak bola. Xo'p, yaxshi. Bu nima ekan bola? G'alati. Bola, buni tushundim. Bu qaroch qilich qo'yiladi bunga. Albatta bola. IQ bola. Mana qilichim qo'yadigan ham bor ekan. Yaxshi, ajoyib. Xo'p. Qani xo'p, mana bu sidinkalarni olamiz-da, narsalarni olib, qani nima ekan? Yo'q bola. Sidinka deysizlar. Mana buning ichida samolyot ham bor ekan. Samolyotning ichida samolyot bor bola. Samolyotning ichidagi sandiqdagi ichidagi samolyot bor ekan. Tushundinglarmi? Nima deganimni tushunmagan bu saylar ham bola. Xo'p, mana hozir buni uchirib ko'ramiz bu narsani bola. Menga juda ham qiziq bola. Ish qilib, juda ham ajoyib uchsa, menimcha xursand bo'laman. Voy bola. Buni qaranglar, bu samolyotni, mana bu katta samolyotdan kichkina bo'lsa ham, buni o'zi ham olmosli samolyot ekan menimcha. Olmosli samolyot ekan bola, to'g'ri. Nimaga menimcha deyapman bola? Buni qaranglar, bu juda ham katta, lekin bu samolyot uchib bo'lmaydi, lekin bu kichkina bo'lgani bilan bunga uchib bo'ladi bola. Xo'p, mana bu ballonlarini mana shunday qo'yib chiqamiz. Hoppa, u mana tikka turdi. Xo'p, mana bu yerga ham bitta ballonni qo'yamiz. Xo'p, narki tomoniga voy, buni qo'ymabmiz. Mana bu yerda ekan ballonlar. Hoppa, buni ham qo'yamiz. Menimcha yaxshi, ajoyib bo'ldi. Endi buni haydashimiz kerak menimcha bola. Xo'p, to'xtab turinglar. Birinchi o'rinda haydashdan oldin mana bularni qo'yib chiqish kerak ekan bola. Mana sidinkalarni va yana bitta qoldi. Menimcha hammasini qilib bo'ldim. Xo'p bola, bu yerda 1 2 3 4 5 ta anoyi ketar ekan bola, adashmasam. Albatta 5 ta. Xo'p, dvigatelni qo'yish esdan chiqibdi. Xo'p, yaxshi. Mana shu mana bu yerga chiqib olamiz va bu yerga va narki tomoniga ham qo'yamiz bola. Bu samolyotning ichida 5 ta odam ketar ekan, uchuvchi bilan. Mayli bo'lmasa, xo'p, qani hozir tekshirib ko'ramiz. Bu uchadimi yo'qmi? Yo'q, to'xtanglar. Buni tekshirishdan oldin mana bu yerni tozalab chiqish kerak menimcha bola. Albatta buni barchasini tozalaymiz. Yaxshi. Hoppa, normalni. Tezroq tozalaymiz. Hoppa, bola, mana obunachilar mana barchasini tozalab bo'ldim. Tekis qildim bu samolyot uchun. Qani hozir buni o'chirib ko'ramiz bola. Xo'p, hoppa kiramiz. Hoppa, yaxshi. Hoppa, eshikni yopamiz. Hop, yaxshi. Qarang endi, xo'p, nima bossam bo'ladi? Bu nima ekan bu? Voy bola, bunga tegmaganmi? Yaxshi pulga umuman tushunmayapman bola. Samolyotga birinchi marta uchishim va birinchi marta minishim bola. Shu paytgacha umuman samolyotga minmaganman. Mayli, bu bugunda ham xo'p, yaxshi uchmoqda. Xo'p, tezroq uchsa bo'ldi, ish qilib. Davay, nimaga uchmayapti? Voy, hozir daraxtga urilamiz. Voy, yaxshi bola, mana uchirdim vobshe. Bola, men uchiraman deb o'ylamagandim. Yaxshi, voy, nimaga bunday ketyapti bu? Tiks ketish. Voy. Mana ko'rishinglar mumkin. Ko'ryapsizlarmi? Bu samolyot bashi bir joyimga urdim bola. Mayli. Xo'p bola, mana qaytib keldim. Men o'rmondan bazirg'i qishlog'imni topib keldim. Bola, sizlarga maslahatim, agarda samolyotni uchirishni bilmasanglar, umuman uchirishinglarni tavsiya qilmayman bola. Voy, kutmagandim bu narsani bola. Men uchira olaman deb o'ylagandim bola. Mayli, mana bu mashinani haydab ko'rishimiz kerak. Hozir mana shuni olamiz-da, samolyotni buzib, ya'ni samolyotda chiqish yo'lagini qilishimiz kerak bola. Mana bu orqadan chiqish yo'lagini qilamiz va mana olib chiqdim bola. Menimcha bu mashina ajoyib turibdi bola. Menimcha men ustimdagi kiyimlar bilan juda ham ajoyib yarashib turibdi bola. Sizlarga yoqdimi? Shuni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Misol uchun menga yoqdi bola bu mashina. Samolyotdan ko'ra menimcha mana shu mashina zo'r bo'lsa kerak bola. Voy, yana ana o'rmonga ketib qolmaydi. Ana samolyotga o'xshab bu mashinani ham bir buzib kelmasam bo'ldi ish qilib.
Bola juda ham zo'r mashinani qaranglar, aylanishi, o'zini tutishi, bu mashinani вообще respekt. Men bu mashinaga 5 ketdim, lekin mayli. Oho, mana qaranglar turishini. Ajoyib bola. Mana men vashi boyib ketdim va voy g'alati, mana bu yerga qishloqlar kelib olibdi. Voy yaxshi, qani qishloqlarni so'raylik-chi. Qishloqlar nima gap? Kaka, nima bu qayerdan kelib qoldi? Buni menga bitta uchuvchi sovg'a qildi. Men uni hayotini qutqarganim uchun. Bizga ham berish olmoslardan. Nimaga olmoslardan berishim kerak? Tushunmadim. Biz ham olmoslardan xohlaymiz. Kapot bizga ham ber, tushundingmi? Voy, masalaga nima berishim kerak? Umuman bermayman masalaga. Mana bola ko'rishinglar mumkin, bu qishloqlar juda ham nima desam bo'ladi, olmoslarga, boylikka o'ch qishloqlar bo'ladi, lekin bola xavotir olmanglar, bu narsalarni hech qachon ularga bermayman. Mayli bola, mana ko'rishinglar mumkin. Videoga like va podpiska bosib qo'yish va obunani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Mayli, bugun sizlar bilan men yana kompot bo'ldim. Kelasi video rolikgacha ko'rishguncha xayr bola, sog' salomat bo'linglar.